Assalomu alaykum hammaga. Bugun 3-darsimiz. Telegramda efir yoki YouTube'da yoki Instagramda efir qilmasdan xuddi shunaqa zapis qilib chiqarishga qaror qildim. Xo'p, 12-may kuni chiqarib bergan darsligimda qisqa muddat va o'rta muddat, ko'proq o'sha korotkий срок bilan skalping uchun edi u zapis. Savdo qilishga hisob-kitob. Bu esa asosan uzoq muddat va o'rta muddat. Bugun 14-may, 2026-yil. Bizga kerak bo'ladi WooFX Trade platformasi. Mana man nima o'rgatayotgan bo'lsam, hammasini faqatgina demoda test qilasizlar. Demoda yaxshilab test qilib, o'zingizlarga uveren bo'lganinglardan keyin, ya'ni o'zingizlarga uveren deganda o'zingizlarga moslashtirib olganinglardan keyingina realda ishlatasizlar. Xo'p, bizga kerak bo'ladi. Men bitta narsani ham tushuntirib ketay, yana hammaga soddaroq qilib. Biz misol uchun bugun 14-may, bugun 14-may. 14-mayda boshlanishi kerak bo'ladi bizga. 14-mayda boshlanishi qani? Mana 14-mayda boshlanishi. Xo'p, buni biz yashil qilib belgilasak, X qilamiz. Ko'rinarli bo'lishi uchun 14-mayda boshlanishi va xo'p, bu oyi yarmi o'tib bo'lgandan keyin qilinadigan narsa. Ya'ni xohlasanglar 10-chi, 8-laridan keyin qilasizlar. Ya'ni oyda boshida emas, oy o'tib bo'lgandan keyin iloji boricha. Xo'p, endi 1-may kerak bizga. 1-may boshlanishi. Mana buni ham yashil qilib olsak. X. Mana ko'rib turibsizlar, 1-may 2026-yil, 14-may 2026-yil 12:00. Hozir ertalabki 08:00. 1-may. Bu video olinish jarayoni. Xo'p. 4 soatning farqim bor sizlar bilan. 4 soatmi, 5 soatga ketadi. Bitta kichkina tushuncha bor. Men o'tgan zapisda ham aytdim, bu zapisda ham aytaman. Mana bu sizlar ko'rayotgan mana bu switcher, hammasi bular formatsiya vizual. Aslida bozorda yo'q bu narsalar. Qulog'ingizda ham bo'lsa, faqat mana bu narx bor. Mana bu narx bor. Bo'ldi, tamom. Xo'p, endi switchlarni analiz yo'qda aslida. Switchlarni qanday ishlatamiz desak, bizga switchlar faqatgina belgi sifatida kerak bo'ladi. Shu sizlarga tushunarli. Mana vertikal liniya oldik-ku. Oyi boshlanishi va oyi 10 Xo'p, oldik. Endi bizga nima kerak bo'ladi? Bizga kalkulyator kerak bo'ladi. Xo'p, kalkulyatorda biz nima qilamiz? Birinchi qiladigan ishimiz mana shu 14 kun ichidagi o'sha oy boshlangandan beri eng talab yuqori narx topamiz. Eng talab yuqori narx mana hozirgi 4773. X qilaylik, 4773.25 ekan. Xo'p, buni yozib olamiz. 4773.25 qo'shamiz. Xo'p, eng taklif yuqori narx topamiz endi. Eng taklif yuqori narx topamiz mana. Buni yashil qilsak, X qilaylik, sizlarga ko'rinarli bo'lsin. 4501.70 ekan. 71. Xo'p, qo'shamiz 4571. Xo'p, eng 9273.42 chiqyapti. Xo'p, endi qaranglar, bu yerda oddiy mantiq. Hech qanday bir sehrgarlik, hech qanday bir anaqa yo'q. Biz maksimal bilan minimalni qo'shdik. Xo'p, chiqqan sonni biz bo'lamiz 2 ga. Nimaga 2 ga bo'lamiz? Chunki biz ikkalasini qo'shganimiz uchun. 4636.71 chiqdi. Xo'p, 4000 bunaqa qo'ysak 4636.71. Endi topib olamiz 4636.71 da. 4636.71. Mayli, 47 si chiqib qoldi. To'g'rilab olasizlar o'zingizlar. Xo'p, buni qanaqa rang qilamiz? Buni jigarrang qilaylik. Mana. Xo'p, endi avtomatik bizda aniq bo'ldi. Maksimal, minimal topganimiz. Ikkalasini qo'shdik va 2 ga bo'ldik. Mana 2 ga bo'lganimizda 4636 yo'q, 47 chiqdi. Xo'p, endi davom etamiz. E'tibor qilinglar, shu joyga davom etamiz. Buni tozalaymiz bu yoqni. Endi bizga yana nima kerak bo'ladi? Qaranglar, 9273.42 mana bu hisoblaganimiz, maksimal bilan minimalni qo'shganimiz va
Biz qo'shib olamiz, yana nimani qo'shib olamiz? E'tibor qilinglar shu joyiga. E'tibor qilinglar. Bitta oldingi maksimumni ham qo'shamiz. Ya'ni yuqori talabni qo'shamiz. Bitta oldin yuqori talabni. Qizil. Xo'p, buni qo'shdik. 9273 ga biz qo'shamiz 4636 ni. E'tibor qilinglar. Shu bilan to'xtab qolmaymiz. Shu bilan to'xtab qolmaymiz. Plyus bunga qo'shamiz. Bunga qo'shamiz. Nima qo'shamiz? E'tibor qilinglar. Mana eng yuqori taklifni ko'rdinglar-a? Eng yuqori taklifni ko'rdik. Eng yuqori taklifdan oldingi bitta yuqori taklifni olamiz yana. Mana buni. Buni zeleniy qilamiz. X bo'lsin bu ham. Xo'p, qo'shganimizda 4559.88 bo'ldi. Xo'p, 18470.16 chiqdi. Endi buni bo'lamiz. Nechta son qo'shdik? 1, 2, 3, 4. 4 taga bo'lamiz. 4617.54 chiqdi. 4617.54 chiqdi. 4617.54. Mana 17 endi. 6, 17 mana. Hop, buni ham jigarrang qilib qo'yaylik hozirchalik, sizlarga tushunarli bo'lishi. Xo'p, endi e'tibor qilinglar. Biz birinchi aniqlab olganimiz bor edi-ku, 4636.71. Bu sotuvchini ham, oluvchini ham rozi bo'ladigan narxi. Ya'ni покупательni ham, продавец ham shu narsaga rozi bo'lyapti. O'rta narx mana shu bo'lyapti. Ya'ni oluvchi ham, sotuvchi ham o'rta narxi shu bo'lyapti. Endi xo'p, nima sababdan biz eng ikkita yuqori talab bilan eng ikkita yuqori taklifni qo'shdik bir-biriga va 4 ga bo'ldik. Xo'p, endi umumiy hisobda olamiz. Umumiy hisobda nimani olamiz? E'tibor qilinglar. Nima sababdan eng yuqori talab bilan talabdan keyin bitta oldingi talabni topdik yana. Sababi bor. 14 kunni oladigan bo'lsak, biz hozir analiz qilayotganimiz kamida 15 kun yoki 20 kun uchun kamida. Xohlasanglar 1 oy. Xohlasanglar 1 oy. Ya'ni shu sababdan men o'sha 15 kun, 20 kunni 4 etapga bo'lib oldim. 4 etapga bo'lib olganim uchun mana shu 4 tasini oldik narxini va mana bu ikkita narxni topdik hozircha. Endi mana bu qolganlarni o'chirib turamiz. Qolganlarni o'chirib turamiz. Bizga endi yana kerak bo'ladi. Ya'ni mana bu hisob-kitoblar turibdi, o'chganining hech qaysi biri. Endi bizga kerak bo'ladi, yana nima kerak bo'ladi? Biz endi maksimal topib olishimiz kerak. Maksimal, ya'ni eng yuqori talabni topib olishimiz kerak. O'tgan safar hisoblaganimizdek, xuddi shunaqa. Endi faqat bu yerda mana real vaqt hali yo'q, bu yerda hech qanaqa narx tepada yo pastda degan narx yo'q. Hozir narxlarni turibdi. Qanday aniqlaymiz bu yerda biz? 4273.25 ayiraman. O'tgan safar qisqada qanaqa hisobladik? 4571 teng 272.54. Endi bunga qo'shamiz. Bunga qo'shamiz. Bozori real narxini. Analiz jarayonidagi real narxini. Xo'p, real narx bizda bo'lyapti 4699.50 7 bo'ldi уже. 4706 bo'ldi. 4706. 4972.6 chiqdi. Hop. Endi 4972.6 ga biz gorizontal liniya qo'yamiz, sizlarga ko'rinarli bo'lish. 4972.6. Hal bu yorog'iga qo'ydim. Endi o'zinglar to'g'rilab. Xo'p, buni qizil qilib belgilaymiz. X. E'tibor qilinglar. Xo'p, buni qo'shdik. Endi bizga buni seli kerak. Bizga buni seli kerak. Mana maksimum topib oldik yuqori talabni. Endi taklifini topib olishimiz kerak biz. Xo'p, taklifini topib olish uchun nima qilamiz? Boya 4706 dan ayiramiz 272.54. 4706 dan 272.54 ayirganimizda
4.427.52 chiqdi. Eng yuqori taklif bo'lib bizga. Hop, topib olamiz 4.427.52 ni. Qani 4.427, 4.427, 28. Bundoq qilmasak bo'lmas ekan. 27. Hop, buni yashil qilamiz. Buni yashil qilamiz. X qildik. Hop, endi mana hamma hisob-kitob turibdi shu yerda. Qolganlarini o'chiramiz mana bular. Kerak emas bizga. Biz analiz qilib bo'ldik. Ham kerak emas bizga. Bizda aniq bo'ldi. Bizda nima aniq bo'ldi? E'tibor qilinglar. Hop, hozirgi payt данное время real vaqt bilan sillarni trendi bayda bo'lib turibdi. Ya'ni qanday aniqlayapsiz trendda deydigan bo'lsanglar, hop, mana bu narsani, mana bu ikkitasini topib oldik-ku. Bu ikkitasidan topib olishimizdan maqsad nima edi bizda? Bundan topib olishimizdan maqsad hop, mana bu yuqori talab bilan mana bu yuqori taklif bor mana bu yuqori taklifni rozi bo'lgan, ya'ni 4 ta etapga bo'lgan bo'lsak, 4 ta eng maksimal va 2 ta eng maksimal va 2 ta eng minimal narxga, qiymatga oluvchi ham, sotuvchi ham rozi bo'lgan narx bo'lib, mana shuni belgilab oldik. Mana shu ikkita narxni belgilab oldik. 4.636 ga 47 bilan 4.617 ga 43. Bu analiz 15 kun, bu qilayotgan analiz 15 kun yoki 20 kunga ham qilsangiz bo'ladi. O'rtacha 15-20 kun, ya'ni yaxshi. Xo'p, buni buzib chiqib ketishi mumkin. Mana bu narx buzib ketishi mumkin. Bu narx ham buzib ketishi mumkin. Bu bozor. Buni buzadigan bo'lsa siz to'xtaysiz. Yokida razворот qidirasiz. Xo'p, sizga hozir real vaqt bilan aniq bo'ldi aslida. Xo'p, endi bunga ham bitta anaqa qo'yib qo'yaylik, sizlarga tushunarli bo'lsin deb. 14-may bo'lsa, mayda oxirigacha qilib qo'ying, mayli. Mana 30-may. 30-may mana. Buni qanaqa rangda qilib? Buni qo'yaylik 5x qilib mana. Mana shu yergacha qilindi. Mana shu yerdan mana shu yergacha endi. Bu bizga kerak emas. Bu bizga kerak emas hozir. Tursin mayli, siz talkashib qolmanglar. Xo'p. Mana bu oraliq qilindi bizga. Mana bu oraliq qilindi. Analiz. Mana qilindi. Xo'p, endi bizga ikkita narx bor. Risha shu narxlardan bittasi 4.636, 4.617. Mana shu oralig'idagi narxda biz juda ham ehtiyot bo'lamiz. Bizga trend aniqlab berishi mumkin. Hozirgi kunda trend mana ko'rib turibsizlar. Trend bayda. Bizga risha shu mana shu ikkitasi. Mana shu ikkitasi hal qilib beradi. Endi bundan tashqari davom etamiz. Bu uzoq muddat bo'lgani uchun sal boshqacharoq suhbatda endi degan umiddaman. Xo'p. Kalkulyator 4.972 15 e'tibor qilinglar. Qo'shaman 4.427 0 ni bo'laman 2 ga. 4.699 585 chiqdi. E'tibor qilinglar. Hozir o'zingizlar mantiq ishlab chiqolasizlar. 4.699 585. 4.699 ana 99 585. Mana. Ham joyida ekan. Mana 5x qo'ya qolaylik mana. Hop, shunda sotuvchini ham, oluvchini ham rozi bo'lgan o'rtadagi narxda turibdi hozir bozor. Ya'ni mana shu yerdan biz reaksiya kutsak bo'ladi. Buyga ham, sellga ham. Hop, bu qilindi. Buni xohlasanglar skrinshot qilib olinglar, xohlasanglar boshqa narsa.
Bizga bu yerda nima aniqlandi e'tibor qilinglar. Bizga asosan baribir hozirgi payt данное время real vaqt bilan mana bu ikkita narx qiziq. Mana shu ikkita bizga trendni belgilayapti. Bu esa, mana bu belgilaganimiz esa, mana bu belgilarda hozir real vaqti bilan chiqqani 4.9 chiqyapti. Bu eng yuqori talab bilan eng yuqori taklif, kelajakdagi eng yuqori talab bilan eng yuqori taklifga rozi bo'lgan narx, ya'ni oluvchini ham sotuvchini ham rozi bo'lgan narx hozirgi narx ekan. Real vaqt bilan 4.9 chiqdi. Mana hisob-kitob bo'yicha 585, endi bu yerda 51 belgilab qo'ydim. Xo'p, biz endi buni xohlanglar analiz qilib H1 ga o'tkazib olib ishlanglar. Xohlanglar bundoq qilib. Buni olingda 5x ni x qiling, tushunarli bo'ladi. Buni ichida misol uchun hammani o'zini strategiyasi bor, kimdir men o'rgatgan strategiyalar bor, kimdir o'zini strategiyasi bor, kimdir troykani ishlatadi. Xohlasa troykani ishlatsin. Xohlasa nima deydi, долгий срокka ishlatsin. Долгий срокda qanday ishlaymiz deydigan bo'lsanglar, hop sizlarda bor mana bayda. Mana bu reaksiya narxi bo'lyapti. Shu narxdan keyin xohlanglar troyka bilan kirasizlar, xohlanglar boshqa strategiyalar bilan farqi yo'q. Qanaqa ishlatishinglarga bog'liq. Ну, определенно sizlar uchun bor ikki tomoni. Ya'ni aniqlandi sizlarga. Ya'ni ko'r-ko'rona maksimum minimum emas, realniy hisob-kitob bilan aniqlandi. Bu eng oson variantlari. Mana anaqa. Hop, mo'l qalam. Hop, kim xohlasa Fibonacci tortishi mumkin. Kim xohlasa boshqa anaqa qilishi mumkin. Любой o'zinglarning strategiyalarni qo'shib ketishingiz mumkin. Ну, bu yerda uzoq muddat bo'lgani uchun qanaqa ishlanadi? Misol uchun depozitinglar deylik $1000 misol uchun. Depozitinglar $1000 bo'lsa, сделка ochayotganda har doim 001, 002 bo'ldi. Undan katta ochmaysizlar. Сделка ham 14-15 kunga ochiladi. Ya'ni sal o'zgarishga olib borilmaydi, sal anaqaga qo'yib yuborilmaydi. Sizlar uchun konkretno bor. Endi foydaga kirgandan keyin обязательно biz ubitga qo'yasizlar. Обязательно biz ubitga qo'yasizlar foydaga kirgandan keyin. Сделка ochdinglar, сделка foydaga kirgandan keyin обязательно biz ubitga qo'yasizlar. Ida keyin mana bu narsani ko'pchilik so'rabdi. Stakan sen mana shu, buni men ko'radigan, ya'ni brokerlar ko'radigan narsa mana shu bo'ladi. Haqiqiysi. Ya'ni biz buni realni ko'ramiz, buni sizlarga ham biz taqdim qilamiz. Bu yerda nimani anglatyapti? Mana bu ko'rayotganinglar 3 ga bu lotlar, lot hajmi. Ya'ni 3,5 ming lot, 4800 lot mana e'tibor qilinglar. Yashil bay, qizili, ro'zvirog'i sel bo'ladi. Xo'p, undan tashqari mana bu o'ng tarafda narxlar bor, e'tibor qilinglar va chap tarafda narxlar bor mana. 4663 ga qancha zakaz bo'lyapti, 701 ga qancha zakaz bo'lyapti. Shularni ham ko'rib borsanglar bo'ladi bemalol. Bu haqiqiysi. Ya'ni bizga likvid beradiganda biz hech narsani o'zgartirmay sizlarga taqdim qilamiz. Bu hamma parada bor. Hamma parada bor, valyutalarda ham bor, goldda ham bor. Endi основной gold uchun turyapman, чтобы sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. Xo'p, hozir H4 da qilinganda D1 ga qo'yib ham ishlasanglar bo'ladi. Misol uchun mana D1 ga qo'yib ham ko'rsanglar bo'ladi. Eng sodda variantlardan bittasi D1 ham. O'zi bozorni kuzatsanglar ham ko'p narsani o'rganib olasizlar. Analiz H4 da qilindi. Xohlanglar H4 da kuzatinglar. Xo'p, bundan tashqari сделка ochayotganda har doim mana bunga e'tibor qilinglar, qaranglar. Mana 001 сделка ochadigan bo'lsangiz, talab qilinadigan marja depozitingizdan $23.50, erkin mablag' 7223, bu demo hisob. Spread 0.13, komissiya 0.21. Spreadni bitta bu yoqdan emas, spreadni mana bu bizani veb-saytdan ham kuzatsanglar bo'ladi bemalol, muammosiz. Mana, mana metal mana. 0.13 ko'rib turibsizlar. 0.15 bo'ldi endi mana. Xuddi shu yoqda bu yoqda qanaqa bo'lsa, veb-saytda ham xuddi shunaqa. Bizda hammada bir xil. O'zgarish boshqa bo'lmaydi. Сделка ochayotgan paytingiz ham shu, yopayotganingiz ham qanaqa o'zgarish bo'lsa, bozor xuddi shunaqa bilan yopiladi. Hisob-kitob qilinglar. Komissiya mana. Сделка ochganingizda biz hech qachon balansdan sразу urmaydi. Doim spread ustiga qo'yadi. Mana shu 0.13 har doim balansdan yechmaydi, spread ustiga qo'yadi, чтобы
bozori o'zidan olinsin deb sizga yuk bo'lmasligi uchun. Topayotganda ham xuddi shunaqa. Ya'ni sразу счётingizdan yechib olinmaydi. И demoda test qilib kutasizlar. Xo'p, undan tashqari sell limit, buy limit mana sotib olish limit, sotish stop. Shunaqa anaqalarimiz bor. Bu sell limit, bu buy limit. O'zbekcha, ruscha hamma tiliga qo'yib ko'rasizlar. Tushuntirayapman. Xo'p, endi davom etamiz. Darsimiz 3-chi darsimizni davom ettirsak. Endi bizga mana bular kerak emas. Qo'yaveramiz. Mana bu real narxi aslida mana bu chizmachilik ham sizlarga kerak emas. Prosta majburman mana bu narxlar ko'rinsin deb chizayapman. Ya'ni liniya qo'yyapman. Mana bu narxlar ko'rinsin deb olsam ko'rinmay qoladi sizlarga. Bu narxlar. Buni kuzatsanglar ham bo'ladi. Xuddi shuni o'zinglar hozir hisob-kitob qilinglarda, grafikka qo'yib kuzatib turinglar. Mana hamma hisob bu yoqda bor qilingani yo'q. Hammaga omad, savdolarga o'zlaringiz ehtiyot qilinglar.